Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rayotganlar Avangardlar programmasining 14-soni. Bugungi programmamizga Yaponiya Kagoshima Universiteti, Kagoshima Xalqaro Universiteti mutaxassisi doktor Hoji Qutlug' Qadiriy ustozi bugungi programmani taklif qildik. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga ko'p rahmat. Sizni ko'p anglagan, vatanda va chet elda yozgan kitoblarni munjiq anglagan, sizlarga suhbat qilganim uchun bak xo'sh oldum. Özünü qısqacha bir tunuşturib o'tgan bo'lsa. Rahmat. Men Sharq Turkistonning başkenti Ürümçide bir sanatçı ailesi dunyoga keldim. Xo'sh. Balalik, yani başlangıç mektep hayatım ilinin Məməyüzü yezisi ve Ürümçide Toluq Otura ve Otur mekteplerini tamamlap Sharq Turkistondagi yani Sabiq Şinjan Üniversitesining Edebiyat fakültetiga qabul qilingandan keyin Devlet Maarif Ministerligi tarafından Pakistan'a okuş çıktık. Yani bir yerde meninki alaydı ta'kidlab qo'ydiganim, G'o'ljining Məməyüzü yezisida o'qishimdagi sebep dadam madaniyat inqilobida aksli inqilobchi deb qo'lga ilinganligi uchun aksli inqilobchilarning bolalarini maktabga qabul qilmaymiz deydigan Xitoyning shu bir siyosiy sababidan dadamning masalasi hal bo'lib, yani normal hayat başlangıcı bo'lganlikda biz mecburi G'o'ljining Məməyüzü yezisiga berib, tag'amning ichida shu yerda boshlang'ich maktabni shu yerda o'qishga majburlangan. Yani bu tarixni qisqacha qo'shib qo'yishni loyiq ko'rdim. Allah razı olsun. Unda da Pakistan'a chiqqandan keyin oiladagi o'qish jarayonlari qanday bo'lgan? Masalan, ashadagi o'qish jarayonida qiyinchiliklar bo'lsin, yoki o'sha vaqtdagi Uyg'urninki ashadagi Sharq Turkiston da'vosi, ham vaqtida Xitoyninki sharoiti qandayroqda shu vaqtlarda shuni hammasini bilib bergan bo'lsangiz. Biz yani Pakistan'a o'qish chiqqan vaqtimizda 5 o'quvchi davlat tarafidan evatildik. 4 Uyg'ur, 1 Qozoq. Biz u yerda o'qishmagan fakultetlarga o'rlashtirildik. O'rlashtirilgandan keyin yani u yerda til o'rganish, undan keyin kasb egallash fakultetlarga kirib o'rganish jarayonida albatta biz til masalasida qiynaldik. Bu masalalardan, bu o'tganlardan o'tish jarayonida har qaysimiz o'xshamagan usullarda, o'xshamagan til kurslarga kirib o'qish orqali o'zimizni chet el tillarda yetildirgandan keyin u yerda o'qidik. Yani biz u vaqtda chiqqan vaqtimizda biz davlat tarafidan, Xitoy hukumati tarafidan chiqarilgan 5 o'quvchi va shundaqla ota-onasi hajga chiqib, hajdan qaytganda qo'yib qo'ygan Lahor va Islomoboddagi 600 dan 700 gacha bo'lgan Uyg'ur o'quvchilar bor ekan. Biz Uyg'ur o'quvchilar bilan tunji qatim uchrashgan vaqtimiz, ya'ni İslamabad Xalqaro Universitetida tunji qatim uchrashgan vaqtimiz shu vaqtdagi shu universitetninki arab tili fakultetiga o'quvchi bo'lib qabul qilingan, hozir Makkada yashayotgan ustoz Sirojiddin Azizi, hozir Turkiyada yashayotgan Ablat Ushqun degan do'stlarimiz bilan biz tunji qatim shu maktabda uchrashib, shu maktabda o'rtaq bir fikrda fikrlashish, yani vatan davosi, Sharq Turkiston tarixi, Sharq Turkiston davosida qanday qilganda chet elda mücadelemizni olib bora olamiz, o'quvchilik hayotimizda nimalarni qilish kerak degan dastlabki qadamdagi fikrlarimizni shu maktabda boshlagan. Yani bu maktabda boshlash jarayonida biz yani gerçi u bolalar diniy madrasalardan chiqqan bolalar bo'lsa-mu, o'rtaq nishonimiz, o'rtaq fikrimiz Sharq Turkiston mustaqilligidan iborat büyük bir g'oyamiz bo'lganligi uchun biz bu fikirlarda o'rtaq fikrlashish orqali, masalan, juma kunliklari kechlikda Uyg'ur tarixi so'zlash, Uyg'ur madaniyati haqida fikr almashtirish bolalar bilan. Qanday qilganda biz Pokistondagi Uyg'ur bolalar o'zimizning ana tilida nima ishlarni qila olamiz degan fikrlar bilan fikrlashib turib, dastlab qadamda 88-yili biz Umid jurnalini nashr qilgan u yerda. O vaqtda kompüterim yo'qdi. Yani kompüterim yo'q, bizning iqtisodimiz yeterlik bo'lmaganlikdan shu vaqtda bu jurnalni qo'l bilan, qalam bilan yozib chiqishga to'g'ri keladi. Buni hozir Sharq Turkiston Maarif hamkorlik tashkilotidagi ustoz Abduhalil Abidjon o'g'li xati chiroyli bo'lganligi uchun u butunlay hammasini shuni yozib chiqardi. Sirojiddin Aziz, Ablat Ushqun, Abduhalil Abidjon o'g'li, Axunjon ve men qatarlıq bolalar əsər tanlaytıq. Əsərlərini tanlab köçürüb çıxış, ondan keyin bunu Rawalpindi degan shaharga bu jurnalni bastırgandan keyin
Mısır, Saudi Arabistan, Türkiye qatarlıq yerlerde oquyatqan Uyğur oquvchilarga ve dernekteki vatanperver qarindoshlarımızga bu jurnallarni yetküzüş, vatan işidan chiqqan haj qiluvchilarga bu jurnallarni berishdik, shundoq faoliyatlarda bo'lib, bu jurnal bir qancha son davom qilgandan keyin bu jurnalninki ma'lum sabablar tufaylidan yani to'xtalib qoldi. Endi bu sabablar haqida to'xtalsak nihoyat uzun bo'lib ketadi. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek 89-yili 11-oyning 4-kuni, ya'ni Xitoyninki konsulxonasidan 2 nafar diplomatning, ya'ni Sharq Turkistonlik 2 nafar diplomatninki qechishi bilan Pokistondagi Uyg'ur o'quvchilarga bo'lgan Xitoy hukumatininki besimi hamma jihatdan kuchlandı. Yani şu sebepten bu jurnalning chiqishi to'xtatilib qo'yildi. Ondan keyin o'quvchilarga o'xshamagan davlatlarga ketishga majbur bo'ldi. O vaqtda yana Xitoy hukumatininki o Pokistonda ilib berayotgan o vaqtdagi siyosatida hozirgidek unchalik kuchli nima yo'qdi. Yani biraz bir erkinlik vardı. Yani bizning ishlarimizni bir kontrol qilib ketmasdi. Kontrol qilib ketmaslikning sebebi çünkü konsulxonaning ichida xizmat qilayotgan Sharq Turkistonlik Uyg'urlar, diplomatlar gerçi Xitoy konsulxonasining ichida turib xizmat qilyapsimi, maydoni fikri biz bilan o'xshash bo'lganligi uchun bizga ko'plagan taraflarda madad berib, mundaq ishlarni qilinglar, undaq ishlarni qilinglar deb bizga ham fikr bo'lganligi uchun biz nurg'unlagan faoliyatlarimizni u yerda muvaffaqiyatli davom qilib kelgan. 89-yildan keyin bu voqealar bo'lgandan keyin Xitoy hukumati, ya'ni u yerdagi o'quvchilarga bo'lgan besim, u yerdagi faoliyatlarga bo'lgan cheklamalarni Pokiston hukumati bilan birlashtirib qo'ygandan keyin bu jurnalninki nashrdan chiqishi shu vaqtda to'xtab qolgan. Undan keyin vatanga qaytdilar. Undan keyin biz vatanga qaytdik. 89-yili 10-oyda Qashqarda o'tkazilgan Qutatqu Belik tadqiqot ilmiy muhokama yig'ini uchun shu yerga berib qaytib, u yerda yig'inlarga qatnashdik. Keyin qaytib borgandan keyin bir mezgil bizni tekshirish, nima qilish bo'lgandan keyin Xalq nashriyotininki Buloq jurnaliga muharrir bo'lib o'rnashdim. Shu siz o'ylashgan vaqtida cheklimlar bormi edi jurnalda? Xalq nashriyoti nashr qilingan Buloq jurnali, ya'ni Sharq Turkistonda nashr qilinayotgan birdan-bir Uyg'ur klassik adabiyoti, yozma adabiyoti va eg'iz adabiyotining meyvesini Orta Asya olsun, bütün dünya olsun Uyghur xalqiga yetkizib kelayotgan bir munavvar jurnallarımızdan biri. Bu jurnallarımızdaki baş muharrirlerden biri bo'lgan ustozim Mehmet Tursun Bağudunni yatqa yeri cennet bo'lsin. Acayip fazileti, özünün biliminin mollığı, klassik edebiyatdagi bo'lgan ishtiyoqi yuzsidan bizdek nurg'unluğa yaşlarını o'zi şu xizmatga elib, nurg'unluqlarimizni yetildirib, bu jurnalning muvaffaqiyatli bo'lib chiqishiga zo'r to'kib qo'shgan kishilarimizdan biri. Yani Mehmet Tursun Bağudun ustozimiz, yani Çağatay dilini, Paris dilini, Arap dilini mükemmel biladigan bir adam bo'lganligi uchun bu jurnalga o'zi başına oxiri sahip chiqib kelgan. Yani o vaqtning o'zida nihoyat Xitoy hukumatining bu jurnalga bo'lgan besimi nihoyat zo'r. Çünkü undaq bo'lishdagi sabab bu yerda klassik adabiyotning ichidagi diniy eserler de var. Dini eserlerimiz var, klassik edebiyatdaki dini puraklar küçük olan eserlerimiz var. Klassik arz vəzində yazılған şiirlardaki dini puraklar, qasideler deyimiz, mesela peygamberlerge etilgan qasideler, bu şekildeki şiirler, dini puraklar küçük olanlar için aval Çağatay tezinin bu eser hazırki zaman Uyghur tiliga tayyorlangandan keyin Nashriyat rəhbərlik qrupusu və Abdumrayliq Nashriyat axbarat idarəsi bu əsərlərini bir görüb təkşürüşdən ötgəndən keyin andın bu jurnalda nəşr qılınışqı болады. Çünki bu jurnal fəsillik jurnal. Fəsillik jurnal bolğandan keyin, yəni bir fəsillik bolğan arlıqdakı əsərlərini Abdumrayliq təşviqat bölümü Xitoyninki, Abdumrayliq Nashriyat axbarat idarəsi və Xalq Nashriyatı rəhbərlik qrupusu bu əsərlərini qat-qat ötkenlerden ötküsüp tekşürgenden keyin andın bu əsərlər yoruqluq çıxalaydı. Hatta arlıqda bir qitim bu əsər jurnalını qaldırıb etken. Çünkü bu jurnalda dinni puraqlıq əsərlər köp verilibdi, Enbiyalar tarixi verilibdi, Peyğəmbərlər tarixi verilibdi, dinni tüs qoyuq okitibdi jurnalda deb Abdumrayliq Partikom bunun öce çıxırıb qaldırıb etken bu jurnalını.
Keyin o Uyghur Abdum rayonida xizmat qilayotgan ba'zi rahbarlar bu chet eldan ait ta'siri yaxshi bo'layotgan jurnallar degan qarashda bo'lgan bir qism vatanparvar rahbarlar yana qo'llab jurnalni asliga keltirib jurnal yo'riqqa chiqdi. Jurnal yo'riqqa chiqqan bilan jurnalning har qitimliq soni nurg'unlagan to'salg'ularga uchraydi. Hatto buningdagi foto suratlardan tortib, asarlardan tortib har birisi tekshirilib chiqqandan keyin bu asarlar ondan yo'riqqa chiqdi. Bu asarlarningki qimmatine ait zo'r bo'lgan qimmatdagi asarlar bu jurnalning tahrir hay'atligida Abdurim O'tkir bizning buyuklarimizdan Turg'un Almas, İbrahim Muti, Mirsulton Osmanov, Sharfiddin Ömer, Abdushukur Mamitemin qatorliq shundoq atoqli olimlarimiz bor. Ular bu asarlarga yordamlashdi. Uningdan keyin o'rta yoshdagilardan Abduqayim Xo'ja, Isrofil Yusuf qatorliq bizning olimlarimiz ular Muzeyxondagi asarlarni tanlab, uning ichidagi asarlardan shu muvofiq keladiganligini nashrga tayyorlaydi. Qashqar viloyati, Xotan viloyati deymiz, har qaysi viloyatlardagi qadimgi yodikorliklar va qadimiy asarlarni radlash ishg'ollari ko'plagan ko'milib qolgan klassik asarlarni tayyorlab bizga yo'llab beradi. Biz tahrirlab uning muvofiq bo'lganlarini jurnalda e'lon qilamiz. Ya'ni bu jurnal keng kitobxonlarning ko'zida nihoyat oson nashr qilingan bilan qatmuqat nurg'unlagan besimlarni o'tib, ondan xalq omasi bilan yuz ko'rishadigan gapda bu jurnalniki. Osh vaqtda Xitoy cheklama qo'yib. Albatta u vaqtda yana Xitoylar bu bizningki klassik asarlarimizga bo'lgan qarashi nihoyat kuchli, ya'ni bu diniy puroq, vatanparvarlik puroq. Hamma uchun bundaq narsa bo'ldi. Hatto ba'zi vaqtning o'zida bu asarlardagi ba'zi so'zlarni o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Mesela Molla Bilal bin Nazim'nin eserleri, nurg'unlagan tarixi reşidi deymiz, tarixi eminiye deymiz, bu eserlerini tayyorlashlarda endi onunki ba'zi qismi so'zlar o'zgarib ketgan bilan eserning umumiy qimmatiga, mazmuniga ta'sir yetkazmaganligi uchun mushu eserlar xalqimiz bilan yuz ko'rishsin. Mushundaq tariximizdagi mushundaq eserlarning borligidan kelajak avlodlarimiz xabardor bo'lsin degan fikrda. Gerçi biz o eserlerini ondan özgertişini vicdanımız ve imanımız götürmeyen bilen mecburi siyaset aslında onu özgertip halkımızı bu eserler bilen teminleş ve bu eserlerden az olsun bir nep alsın diyen isteklerimiz bilen bu eserlerini mecburi şu şekilde özgertip neşrige tayarlanan vakitlerin boğan. Maşallah. Xitayning bismi her vaqt barkan onda olsun. Ben o zamanlarda bunchalik besim bor deb o'ylamabdikanman. Vaqtda xil rahat deb o'yladim. Keyin 2000dan keyin 2010dan keyin andan bisimlar boshildi degan kalon bor. O vaqtlarda o qadar nashrlargacha aralashib deb o'ylab hamdikan. Albatta aralashdi, ammo 80-yillardan 90-yillargacha bo'lgan aralıqda Uyg'urlarning nashriyatchilik matbuotida bir oltin davri bo'ldi. Endi hozirgi davr, ilgirki davrlarga selishtirgan vaqtda biroz bo'shliq bo'lganligi uchun bu davrlarda nurg'unlagan bizningki yaxshi asarlarimiz, munavvar klassik eserlerimiz xalqimiz bilan yüz görüşüp Nepal'da mesela Qutatqu Belik deymiz, Türktillah Divanı deymiz, Atabatul Haqqaiq deymiz, Oğuzname deymiz. Bu xildagi tariximizdagi büyük eserler Xitoyninki bu boşluğundan faydalanıp durup xalq omasi bilan yüz görüşdü. Romançılığımız olsun, bizning şeriatdagi eserlerimiz olsun, keng xalqimiz bilan yüz görüşüp xalqimiz mushu 10 yil ichida o'zining tarixi ve klassik edebiyatıdan dastlabki qadamda xabardor bo'ldi deb qarasak bo'ladi. Mushu sizning kitoblarini ko'p anladim. Shu vatanda yozgan kitoblardan qaysi kitoblar bor? Vatandagi vaqtimda meniki nashr qilingan bo'lib xalqimizning olqishiga erishgan asarlarimdan, kitoblarimdan hay safardik paranglar. Ondan keyin Barishga men yodimda dunyo degan kitobim. Bu kitap 2000-yillik Tanrıtağ mukofotiga, edebiyat mukofotiga, birinchi darajalik mukofotiga erishgan. Maşallah. Ondan başqa İngilizce, Uyg'urcha lug'at, ingliz til grammatikasi, Türkiye hozirgi zaman tarixi, Türkiye hozirgi zaman tarixini do'stim Ahmadja Ismoil bilan birlikda uni biz nashrga tayyorlagan. Shu xildagi kitoblar nashr qilindi. Undan keyin nurg'unlagan tarixiy kitoblarga muharrirlik qildim, tahrirlik qildim. Ve bir kısım eserlerini, mesela Yunus Emre'ninki
eserlerini, dünya edebiyatı olsun, İrlandiyadaki şairlardan William Butler Yeats'ninki ve Fransız şairlerinin bir kısım şiirlerini, Ömer Seyfettin'in bir kısım hikayelerini tercüme kılıp dünya edebiyatıda elan kıldım. Ve bir kısım eserlerini, makallarını yazıp Şincan Medeniyeti Katarlık jurnallarda elan kılıp, ta ki vətəndən ayrılgıcı bu ağırlıkta özümün icariyetim, şiiriyetim bolsun ve her saate özümün küçümü yetiştirişip izchillığımni hazırgıçı davamlaştırıp kelyaptym men dep etsem boladı. Allah razı olsun. Şiir degende bir aklım geldi. Hemimiz yaktırıp tanışaydıgan, nakşilerini yaktırıp tanışaydıgan Abdülmihit'ninki. Şu Atlas değil mi? Yipek degan. Yipek. Yipek degan nakşininki tekstini siz yazıp dikenler şiirini. Aval muşu toğrusida bir deyişini ilgire. Aval bir ekran aldı dikilerge. Muşu nakşini bir kuvvetip annekin muşu toğrusida bir deyirsek. Bol. Köynegi atam tını ipek, anam tokugan atam satkan ipek. Anam köynegi atam tını ipek, anam tokugan atam satkan ipek. Karım doyuda ipek, karım doyuda, yıl boyuda ipek. Sen üzme tükkenme, darak ırgıtıp üzme yigenme. Tüdü vakkanma tügümün gelme, ulan bilen kervan başla. Nukam talap, ipek satkanma. Cihan kezgenme, sen ipekti libas giygenme. Ham tokumay tuğdum yipekti sen, külmemdi cihan sizin gesini. Sen ham tokumay tuğdum yipekti sen, külmemdi cihan sizin gesini. Fakat bir günla körsem tügünü, onu mendin kandak yigensin. Kandak tattın ipek yolunu, gidip bakmasan tarım koynuğa. Sen kandak geldin elinin boyuna. Soranın tarihini kan tavredin, hem
Maşallah. Normalde şu Abdülmeyit'inki aytgan naqshlarning müşterikisindeki manası o kadar çoğunkur deb hemmimiz bilamiz. Sizning şu Jipet'in şiirlerinki yazı jarayonini ve qanday ma'noni ifodalaydiganligini deb beraman. Bu şiir 1988 yılı Pakistan'ın İslamabad'da yazılgan şiir. Bu şiirini Pakistan'da 88 yılı yazıp 88 yılı Pakistan İslamabad'daki Xalqaro İslam Üniversitesi'nde neşr qilingan Uyghur o'quvchilarninki Ümit Journal'da şunun da e'lon qilgan bir yurish şiirlerimni o'zimninki Pakistan'da yazgan şiirlerimni. Keyin bu şiirni vatanga evatgandan keyin vatandagi Tangritog' Journal'ning 89 yılı birinchi sonida e'lon qilingan. E'lon qilingandan keyin u yerda xalqimizning nurg'un olqishiga erishgan. Hatta bizning buyuk olimlarimizdan, ustozlarimizdan Abdülim Ötkürmü o'zining she'riyat haqidagi söhbətida modernizm bilan an'anaviy she'riyat usulini aytib bog'lab zich birlashtirib yaxshi yozilgan she'rda mening she'rimni va ismimni alohida tilga ilib o'tgan. Bu she'r 88 yil shu yerda yozilgan. Shu yerda yozilishiga sabab shu vaqtning o'zida Xitoylar yana Ipak yo'li haqida ko'p to'xtaladi. Yani Ipak yo'lini o'zining oshqonligi, Ipak to'qishni o'zidan boshlaganligi, yani Sharq Turkistondagi butkul madaniyat, butkul Uyg'urning kashfiyotiga o'zi sahib chiqib, o'zlarining qilganligini bildirib kelayotganligi uchun men Ipak degan bu temini qo'yib, undan keyin bir janobga javob deb tirnoq ichiga qo'ygan. Yani bir janobga javob deganim shu vaqtga Xitoylarga javob degan gap. Yani bu she'r u yerda nim qilingandan keyin, e'lon qilingandan keyin xalqimizning nurg'unligiga olqishga erishibdi. Keyin men qaytib kelgandan keyin uni bildim. O she'rni Tangritog' Journal'da e'lon qilgan Tangritog' Journal'ning bosh muharriri marhum Abdulhakim Ertabir ustozimizdi. O jurnalning bosh muharriri. O e'lon qilgandan keyin jurnalda nurg'unligiga yaxshi inqaslab bo'libdi. Men keyin vatan qaytgandan keyin buni bildim. Keyin Abdülhamid o'zining naqsh kechiligini, ya'ni naqshi ijodiyatini qilish jarayonida bir qism she'rlarni tanlab, Abdülhamid Ötkür deymiz, Nemşehit deymiz, shundoq ustozlarimizning, buyuklarimizning she'rini tanlab, undan keyin Ipak degan bu she'ri o'ziga bak yoqqa o'xshaydi, buni tanlab muzikasini ishlab, keyin bu she'rini, bu naqshni aytgandan keyin undan keyin men bildim. Bu she'rning yozilish jarayoni, ya'ni 1988 yil Islomobodda yozilgan. Xalqaro İslamdoshlarninki yatag'ida yozgandim, buni yataqda o'tirib turib, yataqda yozib hozir vatanda o'qituvchilik qilayotgan bir do'stim bor. Shuni o'qib bergan. Kechalab uxlamay birini yozgandan boshqa deydi. Bu she'rning yozilish jarayoni shunday qildi. Ma'nosi haqiqatan cho'nqir ekan. Yani bunun şu vaqtda e'lon qilgan Nurg'ulg'an Taklimakan degan she'rlar bor. Onun she'rlarini mesela Abdullah naqsh qilib aytdi. Yüksek Şicaat bu Tangritog'da e'lon qilingan bir qism she'rlarim naqshi e'lon qilib, ya'ni o'zining naqshi ijodiyatida qildi. Bu she'rlarning yozilish jarayoni shunday qildi. U vaqtda vatandagi vaqtimizda Tangritog' jurnallari, Tarim jurnallari, Gazet jurnallarda davomli o'zimizning ijodiyatlarini e'lon qilish fursati bor. Shu vaqtda e'lon qilgan she'rlarning bir qismi naqshchilarimiz, ijodiyatchilarimiz tarafidan söylep o'qilganlari muzikalar ishlanib, bunga xalqimiz tarafidan, ya'ni naqshchilarimizdan buni o'rinlab, ya'ni xalqimizga yetkazdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ya'ni bu she'rlarning yozilish jarayoni shunday. Sizlar Alloh rozi bo'lsin, haqiqatan ma'noli bir she'r yoziblar. Siz unda o'zi shu vatandan chiqqandan keyin Yaponiyaga ketdilar, shunaqa. Shunday. U vatandan nima ishga Yaponiyaga chiqish niyatiga kelib qoldilar? Endi vatandagi chog'larimizda biz endi bo'libmi ijodiyat, adabiyot, tarix, madaniyat, ijtimoiy fan sohasida ijodiyat elib berayotgan, qalam tavritayotgan insonlarning hammasiga ma'lum. Xitoy hukumatininki bu sohalarni qanchalik darajada kontrol qilganligi va bu sohalarda qanday besimlarni, siyosiy besimlarning mavjudligini biz his qilganligimiz uchun biz har vaqt bo'libmi 98'den keyin bo'lgan oraliqda Xitoyning bu adabiyot sohasiga qaratgan besimi yuqori besimli siyosat yurgizib,
naiti Uyghur yazgıcılarını, şairlerini, ediplerini nefes alanmaydığı aleti keltirip koydu. Şu aletde nim kaldığımız için yani biz bir yerde uzun turu versek keyinki hayatımız mı, icadetimiz mi bir yerde bizimki xavf uçuraydıqanlığımızda özümüz bir kur sezgendek olduk. Allah'ın takdir kısmeti bilen Yaponiyaga kelish nisip oldu. O vaqtda Yaponiyaga kelish vaqtimizdan o'zida Hokkaydoda Ayno deydigan bir millat bor, Yaponlarninki. Bu Aynolarninki Hokkaydo'daki Aynolarninki tilli kelib chiqish tarixi haqida Kyoto Üniversitesi bilen Hokkaido Üniversitesi Yapıllar bir tədqiqat edip bağa. Ular elip berip hatta bu Aynolarninki Qashqarninki, Qashqa Yengisharninki Xanirik deydigan bir yezisida bularning o'ltiraqlashib qolganligi bu haqida şu bir tədqiqatlarni elip bağan. Elip bağandan keyin bu Aynolar haqidagi o tədqiqatçılar bilen biz köp paranlaştık, köp söhbetlerde olduk. Bu Qashqa Yengisharda Xanirikdagi Aynolar bilen Hokkaido'daki Aynolarning bağlanışı barmı, til, medeniyet, köken yani kelip çıkışı degen tariqida bularni nima qilayotgan vaqtning o'zida men bir qism narsalarga ega bo'ldim shu vaqtning o'zida. Ondan bir qism ilmiy maqolalarni yozib Tangirtaq jo'nida e'lon qildim. Tangirtaq jo'nida e'lon qilgandan keyin o maqolalarni texmi bak endi buni tekshirish bo'libmi yapon tili bilan uyg'ur tilining grammatikalik o'xshashliklari bu jihatdagi o'zimninki qiziqishimni aytib kuchli bo'ldi. Şu arlıkta benim hanımım Japonya Kagoshima Üniversitesi'ndeki magisterlik okuş fürsetiga erişti. O çıkandan keyin ben onunla bir yerga çıktım. Çıkıp ben o til tədqiqatı bilen şoğullanıp o neslini davamlaştırış bilen şununla magisterlik, doktorluk okuş fürsetiga ega olduk o yerde. Japonya Kagoshima Üniversitesi'nde. Yani okuş jarayonida nurg'unlagan özümüzden edebiyat, til edebiyat sahasida nurg'unlagan maqolalarni e'lon qildik. Endi bizning ustozlarimizning shu yerdagi Yaponlarninki yordami, Angliyadan kelgan, Kanadadan kelgan ustozlarning yordami bilan doktorligimizni muvaffaqiyatli tugatib, shu yerda xizmat qilish fursatiga ega bo'ldik. Maşallah. Yaponiyada e'lon qilgan kitoblari, maqolalari, she'rlari bormi? Yaponiyada bir qism she'rlarni nima qildik? Endi o maktab ichidagi jurnallardan nima qildik? Undan keyin maqolalardan Uyghur tilining grammatikasiga o'xshashliklar va yapon tili bilan Uyghur tilininki grammatiklik jihatdagi o'xshashliklar va farqlar degan haqida, masalan, qo'shimchalari haqida bu haqida tadqiqot olib berib, maqolalarni e'lon qildim. Undan keyin Mahmud Qashqariyning Turk tillar devonidagi xaritasi haqida Tunji Yaponiya xaritasini sizgan Qashqarlik Mahmud Qashqariy degan temada bir konferans o'tkazdik. Hatta Mahmud Qashqariyning 1000 yilligini xotirlash. Bu maqolani shu yerda e'lon qilib, ya'ni Yaponiya xaritasining tunji qatim Mahmud Qashqariy tarafidan sizilganligi haqidagi o'zimning boshqa fikrlarim va uningdan ilgirki e'lon qilgan tədqiqatçılarning maqolalarini paylanib turib bu şekildeki eserlerini e'lon qildik. Keyingi mezgilga kelgan vaqtda 2009'dan keyin 2009 5-yil qirg'inchiligidan keyin yani bizningki u yerdagi masalan o'zimizning ijodiyatidan boshqa Uyg'urlarning siyosiy hayotini anglatish to'g'ri keldi. Siyosiy hayotini anglatish jarayonida biz masalan u yerda 2005 yildan 2015 yilgacha bo'lgan 10 yil oralig'dagi masalan Sharq Turkiston davosidagi dunyo rahbarlariga, kishilik huquq tashkilotlariga yig'ilgan xatlar, yozilgan Uyg'ur davosidagi yozilgan xatlarning shularning asli nusxasini to'plab, buni yaponcha, ingliz tilida buni kitob va jurnalda maqola qilib e'lon qildik. Undan keyin 5-yil qirg'inchiligida g'oyib bo'lib ketganlarninki tizimligini bizning bir qism tashkilotlarning tayyorlagan doklatiga asosan ularning fotolarini, rasmlarini kirishtirib yaponcha, ingliz tilida shaklida hem universitetning jurnalida maqola, hem kitob chiqarib uni nashr qildik. Bu jarayonda biz masalan 2009-yil 5-yil voqeasi yuz bergandan keyin 5-yil qirg'inchiligidan keyin 5-yil qirg'inchiligini Yaponiyaning dars kitobiga kirgizish. Mesela şu 2010'ның özüde
2010-2011 yıllarının özü de sosyologiya, yani cemiyetşünaslık dersliğinin birinci babıga 5. yıl Ürümçi qırğınçılığını kirgizdi şu vaqtida. Yani bunu kirgizish jarayonida biz nurg'unlagan materiallarni tayyorlab bu voqeaninki ne kadar facialik ekanligini, ne kadar inson qalbidan chiqqan insonlarning o'ldirilganligini bu dalil isbotlarni qo'yib 15-16 universitetlarda 2009 yılı 10. ayda biz Yaponiya hükümetininki bir projesi vardı Uyghur meselesi deyilgan 5. yıl qırğınçılığıda. Şu vaqtın özüde Uyghur Milli Hareketi'nin rəhbəri Rabia Qadir Xanım'ını təklif qılıb biz. Rabia Qadir Xanım 10. Ali məktəbdə Uyghurların növbətdəki vəziyyəti və 5. iyul qırğınçılığı haqqında şu vaqtda 15'den artıq Ali məktəbdə dokulat vergan. Bu Yaponiyanın şu vaqtdaki çoğ Uyghur meselesindeki çoğ projesidir. Şu projede dostumuz Profesör Nişxara, mən və başqa 5-6 oxutucu birləşib durub bu projeni biz nem qılğan. Bu proje bitkenden keyin biz çoğ bir dokulat yazdık ve bu üniversitelerdeki bu faaliyetler ahırlaşkandan keyin 5. yıl vakası, 5. yıl Ürümçi qırğınçılığı, yani cemiyetşünaslık kitabının ki toluq otur məktəbinin. 1-2 yıllıqlarının cemiyetşünaslık dersliğinin ki kitabının. 1. babı kriterli şu vaxtın özüdə. Şunqu bu ağırlıqda mesela cemiyetşünaslık kitabı da Uygurlar haqqında, Şinjan Uyghur Abdunum rayonu haqqında Yaponluqlarının belge məlumatları var. Ama siyasi noktadan 5. yıl qırğınçılığının ne kadar qandaq boğalı bu jarayanı haqqında Uygurların siyasi hayatıga ait boğan bölümler ders kitapları kirgizilmegen. 2009 yılı 5. yıl Ürümçi qırğınçılığından keyin 2010-2011'deki toluq otur məktəblərinin bu cemiyetşünaslık dərsligi bunun kirgizilganliginin özü nəhayət bir çoğ bir işdə Maarif Ministerliğinin dərs kitapları bu kirgizilganligi nəhayət bir yaxşı oldu. Şəxsən özüm mən nəhayət xursand oldum. Biz bilan birlikdə bu projeni işlegen dostlarımızın hoşalı oldu. Bunu şu tariqada şu kitaplarını çıkarış, şu nəslərini elib beriş, Uygurşünaslık tədqiqatını elib beriş, bu cəhətdəki şu fəaliyyətlərini elib geldik. Hatta 2019 yılı G7 yani G7 yığını ötküzülgen vaxtıda Osaka'nın özüdür. Şu Trump, Amerika bütün devletlerin başlıkları bu vaxtın özüdür. Şuların karşıdaki binada biz Uyghur krizisi degen xalqaralıq konferans ötküzdük. George Washington Üniversitesi, Kagoshima Xalqara Üniversitesi, Türkiye Çanakkale Üniversitesi, 3 üniversite birleşip durup Uyghur krizisi degenle şu G7 yığını zamanında şunu anlatımızda Osaka'da şu şeklindeki en çoğun konferanslardan şunu yapmadık. Onun aldığım elbette oxşamagan konferanslar oldu. Ama Uygurların siyasi hayatıga birleştirilgen konferanslardan, yani xalqaralıq çoğun konferanslardan 2019 yılı şu ötküzülgen çoğu konferans oldu da. Maşallah. Yani bunu Osaka'da yapmadık. O vaxtdaki bununki təsiri mənayət yaxşı oldu. Yani Yaponiyadaki faaliyetler 2009'dan keyin, gerçi biz 2010'gıcı boğan, 2009'gıcı boğan hayatımız jarayonida tilşünaslık, edebiyat, medeniyet, haqqidagi tədqiqatlarını elib bağlan bolsaqmı, 2009'daki 5. yıl Ürümçi qırğınçılığından keyin Şərq Türkistan'ın atmosferası bırakla muzlap getdi. Bu Şərq Türkistan'ın umumi ahvalını dünyaya anlatış, halkımızın değerini anlatış. Biz özümüz yaşavatkan şu devlette mecburiyetimiz ve vicdani imani burcumuz dep qarğalığım için bir mezgil şu tədqiqatlar bilen elip şoğulunub elip badık. Hazır mı Yaponiyanın 2009 yılı başlanğan Uyghur projesi hazırgıcı devam kılıvatıdı. Hazırgıcı işlavatımız bu projeni. Bu projede Uygurların siyasi hayatı ve başka hayatı münasebetliktir kısımları hazır mı işlenivatıdı bu projeler. Her ayda dokulat yazılış, bu Uygurların ki meselesi hakkında bu devlet projesi olduğu için hazırgıcı devam kılıvatıdı. Maşallah. Ama bir devletin ki hem de xariteden bulmagan biz özümüz Şərq Türkistan deyimiz. Ama xarita işqadan itiraf qılmagan bir yani devlette yani itiraflı zulümler anıltı bir devletin ki anladım bəhtəz hem özümüzün dindişe irq dişi dağıtqan insanlarma mektep degen onda qılmaydı. Hem bir çoğun yığıllardı mı onu aldıda onda yığıllarını qilish mesela G7 dedi ya onun aldıda yığıllarını qilish faaliyetlerini qilish bəhtəz unumay normal bəzən devletler bir iş çıxır qoydu deb.
Unda bo'lsa, Yaponiyaniki bizning Sharq Turkiston bo'lgan pozitsiyasini, davosiga bo'lgan pozitsiyasini yaxshi deb qarash bo'ladimi unda bo'lsa? Bo'ladi. Men sizning oldidagi so'zingizni bir to'xtalib o'tay. Nurg'unlagan davlatlar bizga anda konferanslarni o'tkazishga ruxsat qilmaydi. Anda ders kitoblar kirgizmaydi deymiz. Biz Sharq Turkiston davosida çoyluğu to'xtamaydigan undaq sabablarni izlamay, chora tepishimiz kerak. Chora tepishimiz kerak. Bu davlatlar uni qilmaydi, buni qilmaydi. Biz shu davlatga deb baqdiqmi mashinani? Shundaq narsani qilamizmi deb baqdiqmi? Belki unisi mümkün. Biz Sharq Turkiston davosida sabab ko'rsatmay, chora tepishimiz kerak. Turkiyada albatta bo'lmaydi deb 2019-yili 9-ayning 5-kuni men Çanakkale Üniversitesi'nde qildim bu konferansda. Erkin Sidiq, Memtimin Ala, Maya Hanım Amerika'dan, Ferhat Muhammedi, Ömer Kanat, Abdüşkür Abdurşit, Katarlık bizdeki mutaxassislerimiz o'xshamagan davlatlardan kelib konferansda Sharq Turkiston davosini anlattı. Yani Çanakkale Üniversitesi'nin özüde şunu anlattı. Şu vaktin özüde belki şahit bo'lganlarimiz var. Mektepnin rektörü şunun özüre yasaçlık kıldı. Türkiye'de bo'lmaydi degan vakitning özüde şu vakti de AK Parti grup başkanı bilan turan telegram evetdi. Nurg'unlagan milletvekilleri telegram evetdi. Hatta biz siyasi bo'lmay bu faqat mushundaq bir Uyg'urlarning madaniyatini tonuşturuş şeklideki bir konferans xalqarалық qilamiz degan vaqtimizning o'zida maktab rektori chiqib ichilish nutqini so'zlagan vaqtida biz Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizning davosiga sahip chiqanmidik deb biz madaniyat haqida buni atmosferani shu shaklda qilib Sharq Turkiston davosini anlatamiz desak, u odam pardani ichib debdi deydi. Şununla Sharq Turkiston davosida biz nurg'unlagan davlatlardan ranjimay, avval ranjishni o'zimizdan ko'rib, sabab ko'rsatmayli, chora izlaydi bunga. To'g'rilar. Sabab qilsang, sababdan su to'xtaydi degan gap. Bu davlatlar undaq qilmaydi, u davlatlar undaq qilmaydi. U davlatlar kelib bizga demaydi. Qildi deb. Qilili demaydi. Yaponiya hukumatimi bu projelarni biz ishlayli demedi. Ders kitob kirgizayli demedi. Biz buni tayyorlab Moşine aşağının derslik kitaplarının kanun nizamları düşürüp durup moşine kirgizgen bolsak deyen teklifini biz sunduk. Moşu Uygur meselesindeki projeni işleyli deyen teklifini biz sunduk. Biz sunulan tekliflerimizde herkes yak demedi. Biz bu tekliflerini sunmayı, bu derdimizden özümüzdeki bu akademik derslerimizde yapardığı demey tutsak, ular kilip, devlet kilip, işçiliğimizni çekip, Sharq Turkiston projesini işlemsiz, Uygur medeniyet projesini işlemsiz demeydi. Boğaq yığılımısa ana süt vermeydi. Şununla her qandaq devleti turgan vaqtimizda yançıqımızdaki sebeplerimizni taşlab etip, çare tepip bununla bir gün bo'lmasa bir gün boladı deb izlensek boladı. 2019 Türkiye'de bo'lmaydi degan konferansni biz Çanakkale'de açtık. Elbette boladı ki bunun çare tepişimiz gerek ya, yol menişimiz gerek ya. Şununla Sharq Turkiston davosi sebep ko'rsatmay, çare tapgan vaqtimizda inşallah vatanimizden asli kelişi tizildi deb o'ylayman. Qani, sualni davomlashtiring. Kechiring, men astag'firullah. Nayt to'g'ri gapirdilar. Chet el yashayotgan Uyg'urlar nihoyat ko'p har xil davlat bo'lsin. Abi o'zlaridek ash davlat turayotgan Uyg'urlar cho'qim berib, urinib chiqish kerak, ashunga kuchash kerak. Bir ay may qo'shilmagan bo'lsa, kelak ay qo'shiladi. May qo'shilmagan bo'lsa, kelak qo'shiladi. Albatta. Siz mana 10 yillarcha sheda tirish orqali bu ishlarni qo'lga keltiriblar. Alloh razı olsun. Davası Yaponiyada hozirgacha o'qituvchilar mutaxassis bo'lib kelyaptilar. Hozir nima ishlar qilyaptilar? Hozir shu Yaponiyada qo'yatmi yoki Turkiya kelib ketib xizmatlarni davom ettiryaptilar? Biz yani bu yerda men Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ninki yani Chet el til fakültetida bu yerda xizmat qilyapman. Bizningki o'rtaq bo'lgan projelarimiz var. Yaponiya, Turkiya ishlayotgan buni ishlayapmiz. Ham bir yoqdan dars o'tyapmiz. Endi biz kelib 1,5 yil jarayonida yani bu yerda o'zimizning projesining ichida bo'lgan 4 payç kitabımızı çıkardık bir yerde. Mesela 4 payç kitabım çıktı bu yıl. Köktürklerden gelgen Yapon dili deydiğen. Bu 600 betlik kitap. Bunun da yani Köktürklerden hazırgıcı olan Türk milletlerinin, Türk halklarının tilinin tarakkiyatı bulup mu bunun içindeki Uygur dili bilen Yapon dilinin ki gramatikilik okşaşlıkları ve bunundaki okşaş olan
sözlükler hakkında toxtulub ötken kitap. Onundan keyin Xitoyninki Sharq Turkiston tuprog'ida elib borgan atom sinoqlari. Ya'ni bu Hokkaido universitetininki professori Jun Takadaninki 2009 e'lon qilgan buyuk asari bu. Xitoyninki 46 qitimliq Sharq Turkistonda elib berilgan atom sinoqlarining qandaq bo'lganligi umumiy bir akademik asar bu. Bu asarni biz yapon tiliga hazırlab, yani bu Türkiye'de bunu nəşr qıldırdık. Onundan keyin 5-ci yıl vaqasida g'oyib bo'lib ketganlar, izdirak g'oyib bo'lib ketganlar. Yaponiyada chiqqan bu inglizcha yaponcha bu kitobni bu yerda turkchisini nəşr qıldırdım. Onundan keyin Sharq Turkiston maktublari. Umu Yaponiyada e'lon qilingan Uyg'ur yaponcha va inglizcha 2005'ten 2015'ci bo'lgan Sharq Turkiston davasida dünya liderlərə, insan haqları təşkilatlarına yazılған, nopostluq kişilərə yazılған xətlər. Məsələn, bunun xətlərinin içində Yaponiyanın Cumhurbaşqanı, baş vəziri Shinzo Abe'yə yazılған xətm var. Yəni bunun Uyğur Milli Hərəkatının rəhbəri Rabiya Qadirxanının yazған bu xətini mən özüm yetkizib bəgən şununla. Özüm şahid bolğan şunda xətlər bunu Yaponiyada biz elan qılğan. Türkiyədəki qarindaşlarımız mı əlbəttə Yaponiyada Sharq Turkiston meselesi hakkında qandaq maqallar, qandaq kitaplar çıktı. Yaponlar Sharq Turkiston meselesinde qanchalik tadqiqotlarni elib beribdi. Biz nimalarni elib bordik degan o'qirmanlarga bir savol tashlash yuzasidan bu kitaplarni nashr qildim bu yerda. Nashr qilgandan keyin nihoyatda inkaslar yaxshi bo'lyapti, akademik shaklda. İnkaslar yaxshi bo'ldi, bunun kelgan 200'ün oşuk kütüphanlarga hediye qildik bu kitaplarni. Siyasi teşkilatlarga hediye qildik. O'xshamagan devlet rəhbərlərinə, millət vəkillərinə qıldıq. Vay, Yaponiyada muşunda köngül böləmdi Sharq Turkiston meselesiga deydigan nurg'ulg'an savollar keldi bulardan. Hatta bəziləri telefon urib so'raganlar bo'ldi. Onundan başqa hozir yana ishlayotgan 5-6 kitap var, ciddi ishlayapman. İnşallah Allah xolisa uni kelar yil, yani Türk tilida nashr qilishni o'ylayapman. Ani bu yerda savol tug'ilishi mumkin sizdan. Nima uchun bu kitaplarni Uyg'ur tilida nashr qilmaymiz degan. Uyghur tilida nashr qilish nihoyatda meningki birdan bir arzuyum bu kitaplarni. Ammo xalqimiz kitob o'qimaydi. Vatandagi xalqimiz o'zining shakar tili bo'lgan Uyg'ur tilida kitob o'qiyolmay sargandar bayram bo'lib ketdi. Chet eldagi xalqimiz bu ona tilimizda yozilgan kitoblarni o'qimay ayrani. Men buning nihoyatda ichinaman. Dinimiz hakkında, medeniyetimiz hakkında, tarihimiz hakkında yazılgan nurgulgan kitaplar var. Bu kitaplarını çıkarıvatkan, Uyghur tilde çıkarıvatkan Mişe'deki kitapçılarımızın Allah razı olsun. Maşallah iqtisadi cihetin ziyan tasımı, şu kitaplar halkımızın kolu saklanıp kalsın degenden fikirde neşir kıldı. Bu kitaplar setilmaydı. Topu bir spot durdu. Vatan içinde halkımız ana tilini qoğdaş üçün şunda bedellerini töyledi. Vatan sırtında biz ana tilimizde qandaq qoğdaymiz? Yılda 5-6 qitim koçuq çıqıplı Xitay konsulxanasının aldığı vaqırap qoğamla ana tilimizni qoğdayamaymiz. Ana tilimizni qoğdaş üçün ana tilimizde nəşr qılınğan kitaplarını oquşumuz gerek, söyüşümüz gerek. Bu kitaplarını elib biz ballarımızı oqub berişimiz gerek, özümüz oquşumuz gerek. Bu kitaplarını setib alğanlığımız, bu kitaplarını oxuğanlığımız ana tilimizin qimmətiga, ana tilimizin şöhrətiga, ana tilimizin kelgüsüge ve özümüzdənki ana tilidən ibarət bu büyük kimligimizge sahip çıxanlığımızın derek verdi. Ama bizim xalqımız bu kitaplarını okumay qoydu. Mesela nurgulluğan tarihimizə ait kitaplar var. Mehmet Emin Boğra'nın Sharq Turkiston tarihi. Vatan içinde bu kitaplarını okulga adamda kesilip ketken aynı vakitimizde. Turgun Almas Efendim'in 3 bacı kitabı, Uygurlar, Kadem Uygur Edebiyatı, Oğullar Tarihi diye. Şu kitaplarını Xitaylar köydürüp taşlayıp etti. Dinli kitaplarımızı köydürüp taşlayıp etti vatanda. Şu kitaplarımız var bir şeyde. Zeytinburnu'nda var, her yer basınız Uygurların kitaphanesi varmış kitap. Halkımız okumaydı. Halkımız okumaydı. Şu kitaplar topu bir turup tutudu. Şu kitaplarının içinde benim bu kitaplarımı topu besip könglim yerim bo'lib ketmesin. Halkım özünün bir aklını tepip Uyghur tilida kitaplarını söyüp durup okup
Bir ayda qancha paç kitap o'qishimiz kerak mush oilada. Qancha jon odam bo'lsa, qancha paç kitap o'qish kerak, bolalarga qancha paç kitap o'qishim kerak degan majburiyatni, mas'uliyatni ado qilgan vaqtda bu asarlarimni Uyg'urcha chiqaray degan niyat kelib, eng avval Türkiye jamiyatida kitap o'qiydigan Türklar mushni o'qib, Sharq Turkiston davosini va Sharq Turkistondagi bo'layotgan bizningki fojiamizni ko'proq anglsin degan maqsadda bu kitaplarning hammasini Türkçe chiqadi. Kelar yil chiqadigan kitaplarning hammasi Türkçe chiqadi. Men Uyg'urcha kitaplarningki setilmay, xalqimizning o'zining ona tiliga bo'lgan, chet eldagi ona tiliga bo'lgan mas'uliyatsizligini ko'rib, nihoyatimi mayslandim. Mana shu kitapçılar bilan ko'p paranglashishman, suhbat qilaman mushlardan. Uyg'ur tilida chiqayotgan jurnallarga sahip chiqmaymiz. Uyg'ur tilida nashr qilinayotgan kitaplarga sahip chiqmaymiz. Özümüzdeki kimligi ve özümüzün medeniyetinin bir partisi bo'lgan şu narsalarga biz sahip chiqolmagan millet büyük tuproqqa sahip chiqishdan söz ichishi mümkünmü mümkün emas, her bir Uyg'ur o'ylanishi kerak. Mushu kitapxonlarimizni biz oldirishimiz kerakdi. Şu baskan kitaplarni tez setib olib, yangi kitaplarning chiqishini qilgan bo'lsak, özümüzün ana tiliga bo'lgan samimiyatimiz, sadoqatimizni ko'rsatgan bo'lsak, bu vatanimizga, tuprog'imizga, xalqimizga, kimligimizga bo'lgan samimiyatimizni bildirgan bo'lardik. Ya diniy kitobimizni o'qimaymiz, ya adabiy, ya tarixiy. Jaholat ichiga ketyapmiz, ya'ni chet elda turib jaholat ichida ketyapmiz. Turkiyada nopusimiz eng birinchi edi. O'qimasa bu Uyg'ur tilidagi kitobni kim o'qiydi bu kitobni? Shuningga demoqchi bo'lganim, televizor ekrani oldidagi yoshlarimiz bo'lsin. Men oyda qancha parcha Uyg'ur tilli kitap o'qiyman. Deganni o'ziga bir o'lcham quvvasi bo'ladi. Agar shundoq kitap o'qish havasi bo'lib, iqtisodiyotdan qiynalgan yoshlarimiz bo'lsa, albatta men do'stlarim bilan ularga destek bo'lamiz. Uyg'ur tilimizni qutuldirish uchun, Uyg'ur tilimizga sahip chiqishimiz uchun biz har birimiz oyda bir parcha kitap o'qishimiz kerak. Eng az o'lcham. Yahudilarning, Ruslarning, Fransuzlarning, Yaponlarning yilda o'qiydigan kitap soni aniq ularning. Biz chet elda yashayotgan Uyg'ur ana tilimda o'zim sahip chiqmoqchi bo'lgan mushu ana tilimda qancha parcha kitap o'qishim kerak deganda bir plan qilib mansak, albatta bizning ana tilimizga sahip chiqalaymiz. Shuning ana tilimizni qo'g'dash, ana tilimizni so'yish ve bu tildeki çıkıvatkan kitaplarını setip ilişinin özü bizden Uygur kimliğine sahip çıkalığımızın derek bir yerde de böyleyim. Qani buyurun, başka suallarım var. Muşu sualının azına devam ettirsek, bu nemişki okumaydı diyen bir sual kalla kilidi. Nemişki vatandakiler onçilik küçep çetel çıqqandan keyin taşıp ötüdü kitap o'qishni. O'qitgan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin, lekin o'qimag'anlar ko'p. Nemişki okumaydı, qanday qilsak, ash qarindoshlarimizni to'xtamay kitap o'qiydigan, qo'llik telefonda kompyuterni tashlab kitobga bekraf yuzlangan qilgan bo'ldi. Shu to'g'riliq so'zlab beraman yoki? Endi bu mandaq mesele. Mesela Xitoy hukumatininki 4-may harakati uyushmasi deydigan o'quvchilar uyushmasi bor. Xitoylarning. Shuning ichida Xitoy yoshlari mutlaq o'qishga tegishli 100 kitob deb men vatandan ayrilguncha ular e'lon qiladi. Xitoy yoshlari o'qishga tegishli 100 kitob har yil e'lon qiladi. Moşu 100 kitapni çoxum o'qishing kerak deydi. Xitoy millati bo'lsang çoxum o'qishing kerak deydi. O kitaplar qanday kitaplar? Hindiston milliy mustaqilligini qo'lga olgan Gandining hayoti. Men haqiqatni qanday o'rgandim deydigan Gandining kitobi. Shu kitobni 1999-yili men tahrirligini ishlagan shu kitobninki. Shu kitob 1999-yili 4-may O'quvchilar harakati, Xitoy o'quvchilar harakati uyushmasining Xitoy yoshlari o'qishga tegishli 100 parcha kitobning ichidagi bir parcha kitob. Masalan, bizning chet eldagi, masalan, bo'lib Istanbuldagi boshqa davlatlardan demaydi, Istanbuldagi Uyg'ur o'quvchilarining uyushmalari va derneklari va Turkiyada yashayotgan Uyg'ur o'quvchilar yilda o'qishga tegishli bo'lgan kitoblar. Ashundaq bir lesson turg'izib, bular mesela hazır WhatsApp'lar ve şundak yaxşı. Bir adamın 100 kitap o'qishi tez, o kitabı o'qib ketkili bo'lmaydi. Hayatımız, vaktimiz cheklik. Bunu gruplar orqali o'qib, mesela 10 do'st bir grupi bo'lsak, onimiz 10 kitap o'qiymiz.
Onumuz 10 parça kitapını okup bulup 2 saat bir yere kelsek, her birimiz özümüz okugan kitaptaki fikirlerini müşahede toplangan yerimizi bayan kılsak, ben şu kitaplarını okugan bulumen. Ben sizde okugan kitapını okugan bulumen. Siz ben okugan kitapını okugan bulursunuz. Veya ki bir çayxallada. Bu kitapның merkezi ideysi nime, bu kitapның alayırlığı nime degendek kıska. Yaşlar aşındaq təşkillenip kısa, bu nahit yaxşı oladigan gap. Çayxallada, mesela bir zallağı nim kılamdı, mesela ayda bir qitim kitap sökbütü. Bu şekilde kısa bir adamın bütün kitabını okuş gerek emas. O kitabның içindeki merkezi ideyisine kalan dostlarına nim kısa, 100 adam 100 parça kitap okusa, siz şu 100 parça, 99 parça kitapını okuyadak bulursunuz. Aldı da bunu. Şunun için iqtisadi ve vaqt cihetten biz kazanış için şunda gruplarını şekillendirişimiz gerek. Bizim WhatsApp gruplarımız var mı Uygurlarınki? Şu yerde sayrıgandak kitap gruplarını kurup WhatsApp kitap gruplarını. O kitapların çekilmesi olmaydı o. Mesela dinli meselelerle kızıkıdığan qarindaşlarımız var, siyasi meselelerle kızıkıdığan qarindaşlarımız var. Şu terakideki Uygur tildeki kitaplarını okup, mesela burundan tartip hazırlık çıkıvatkan kitap. Şularını fikirlese WhatsApp gruplarda, çay söhbetleri de, elbette bu kitaplarımızı biz kitapxanalarda setilayotgan kitaplarımızı qutuldurup qalalaymiz. Hem bu bizim öz milli kimligimizge sahip çıkanlığımızdan bir parçası bo'lalaydi. Ben şahsen şundaq deb qarayman. Bu şu tariqada qilsak, bu kitaplarımızdan oqilishi tezlashidi, kitapxanalarga destek, maddi destek bergan bo'lamiz, özümüzün ana tilimizga sahip chiqqan bo'lamiz. İnsanın özünün ana tilida kitap o'qishdan rahat ish bo'lmasi kerak. Ben İngiliz dili edebiyatı okugan Shakespeare şiirlerini tadqiq qiladim. Shakespeare'nin sonetlerini. Shakespeare'nin sonetlerini ettirin keşkişlik aşı bir-birlep tadqiq qilib biz hozirgi zaman şu İngiliz şiirler tili bilan tanıştırıp kelip, aş şiirlerini okup, benim kasbim şu bolsun mu şunu okup, şunundan ozuq alanmay, 5. qavatki binadan 1. qavatga tushib, bir kichik bog'cha bor, şuya kirib, şu bağçının içi kirib, Navoiy g'azallardan bir ishkini o'qib o'tib chiqatsam, meningdiki stres tugaydi. Meningdiki stres tugaydi. Bir kunlik arg'inligim tugaydi. Gerçi o mening kasbim bo'lsa-mu, menga bo'lgan rahat ana tilimda ve ana tilimda she'r yozgan, o'z millatimdan bo'lgan bir shoirning she'rini o'qishdan ortiq lazzat bo'lmaydi menga. Maşallah. Endi hozirgi yoshlarimiz mening tavsiya qildiganlarim, kitapxonalarda kitaplarning katoligini ko'rib turib, shu katoliklarning guruhlarini tashkillab, 20 kishilik, 15 kishilik, 15 kitapni elib, her birisi o'qib, undan keyin fikrlashib, 2-3 qatim qilsa, bir adam 15-14 parcha kitap o'qigan bo'ladi buningda. Buning önemi, vaqt jihatdan, hamma jihatdan qazanishimiz yaxshi bo'ladi. Bu mana bizning o'zimizning milliy kimligimizga sahib chiqqanligining bir qadami bo'ladi. Ben şundaq deb qarayman. Allah razı olsun. Mening tushuncham bo'yicha vatanımdaki yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, chet el chiqqandan keyin mayli qaysi davlat chiqsin, o davlatniki tilni o'rganish majburiyati qoldi. Ay tilda yashaydigan bo'lganligi uchun, shu yerda shu xalqning tilini, kitobini o'qish majburlik qolganligi uchun Uyg'ur tilidan sal yiroqlashib, hatto vatandan hozir vatan uzildi, vatandan chiqqan kirgan odam yo'q. Bundan keyin chet elda tug'ilgan yoshlarimizniki Uyg'ur tiliga bo'lgan qarshi, Uyg'ur tili kitob bo'lgan qarshi tig'imi uzoq bo'larmikin deb o'ylayman. Tig'imi yiroqlashi deb o'ylayman bundan keyingi Uyg'urlarniki. Undaq o'ylash emas, avtomatik shundoq bo'lib ketadi deb aytalaymiz. 3-avlodga kelganda shundoq bo'lib ketadi deymiz. Hozir biz bolalarımızdan chiqqan 1-avloddagi Uyg'urlarningki abga salohiyatimiz, o'zimizning tiliga sahib chiqishimiz, abgaligimiz bu darajada tursa, 2-3-avlod kelganda avtomatik shu yerlik tilga o'tib ketadi bizning farzandlarimiz. O balalarning, farzandlarning birinci o'qituvchisi biz. Özümüzden ana tiliga qanday sahip çıksak, farzandlarimiz şu şekilde sahip çıkıp ketadi. Biz bunun sahip çıkanmay, o sebep emas, o çıkan devletdeki kitaplarını okuyumuz falan bizden de. Şu kitaplarını mı okumaydı bizden halkımız? Siz özünüzün ana tilida kitap okuştun mu, lezzetlik bir huzurluk iş var mı dünyada? Yok. Çünkü özünüzün halkının derdini anlaysınız, özünüzün tarihini anlaysınız şunu. Siz hazır şu nurgulgan nakşlarını anlaysınız. Özünüzün ana tilde etilgan nakşlardan zok ağandaki alalamsınız. Müzikini alışınız mümkün. Nakşidini alamayısınız.
Nakşidin alanmaz. Kitap mı şunun okşaşır. Birinci evlat özünün ana tılığı kandak sahip çıksa, ikinci evlat, üçüncü evlat bunu devamlaştırdı. Birinci evlat ata-ana bu kitaplara, bu ana tılığı sahip çıkmışsa, ikinci, üçüncü evlat bob keter mi ki emez, bob ketidi otomatikle. Bob ketidi. Çünkü bizden bir yerde ana tildeki mekteplerimiz yok, toluk otur mekteplerimiz yok, bu nesler yok, şeraitimiz yok bizdenki. Mesela Yahudilerin özünün ana tilini saklap kılışki sebep nime? Buların her kaysi devletlerde başlangıç, yasli, toluk oturgıça özünün ana tilde mektepleri var. Bular ana tildeki mektepler bilen şu devletin tilini paralel şekilde yapmalıdı. Ben Fransiyada gördüm bularınki. Bu Yahudiler kandak özünün ana tilini saklap kalıdığandı o. Mektepleri kirdim ben. Başlangıç, otura, toluk otura. Ali mektep çıkıcı şu yerde yerlik dil bilen özününki ana tilini paralel şekilde yapmalıdır Yahudiler. Şunun için bunların tili saklanır. Ama bizde onçilik ihtizat yok. Onçilik mekteplerimiz yok, ana til mekteplerimiz var. Yani Mişe'de, İstanbul'da ne bilip olmuşsun, bizden pidakar, cengivar, okutçularımız ana til kurslarını içip, ana tilde nurgulluğa işlerini kılıvadı da Allah razı olsun. Bizden şundak mekteplerimiz bombalıktan biz aileden başlaş gerek. Büyük işlerini başlaştın aval, küçük işlerini iş başlaşımız gerek. Şunda kalan vaktimizde biz kitap okuş adetimizde, anlatılımızda boğan mehri muhabbetimizde şunu da ifadeleyebiliriz. WhatsApp grupsida kuruq paran qilgandan şunda kitap okuş gruplarını koşup kim kitabını okup bağanda özünün təsiratını, fikrini bayan qıladigan şunda WhatsApp grupları hazır tor dünyasına ait kolay şunda bir toplantılarını qılıp, çay söhbetlerini qılıp, hazır virüs sebebini şunu qılamısımı video arqılıq şu söhbetlerini abbası yaşlarımız. Yani bu yaş çoğunlarının Xudayım emanet. Yani ma yaşlarımızdan muşundaq bir adetini yetildirip özümüzden tiliği sahip çıksa nayet yaxşı buldu dep oylayman. Allah razı olsun ustaz. Bunun keyinki planımda bir 5-6 kitap var, türüçü tercüm kılgan dediniz. Onun başka qanaq arzu planlarınız var bunun keyin? Yani bizimki yakın zaman içinde elip bardığan xalqaralıq konferanslarımız var. Elbette Uygurlarga münasebetlik. Bu kitaplar mı hemmisi Uygurlarga münasebetlik kitaplar. Yani bir kısım bizimki mesela Türkiye'de özümüz toplagan ham materyallar var. Uygurlar hakkında olsun, Uygurların tarihi hakkında olsun. Bu materyallarını biz topladık. Bu materyallarda biz kitap şeklinde Japonya'da yapınca neçir kılış bu oyumuz var. Onun için bu yıl biz Avrupa ve Amerika'daki bir kısım üniversiteler bilen şu üniversitelerinin təklifi boyunca sizler bu projeyine ait yaxşı yapıp getirmişsizler. Bizim hemkarlaşayla, bizim mındaq Uygurlar hakkında projelerimiz var dedi. 8. ay içinde o Amerika ve Avrupa'daki mütəxəssislər yığıldı. Biz İstanbul'da ular bilen bu projelerini işleş hakkında kelişimlerini kıldık. İnşallah bu projelerimi devam kısa bir 2 yıl içinde yani Türkiye'de ve Japonya'da keng kitapxon ve okurmenler bilen yüz görüştü. Allah buna bir kuş kuvvet versin inşallah. Şundak planlarımız var. Allah razı olsun ustaz. Kıymetli vaxtlarını çıkarıp qatnaşıp etdiler. Bugünkü programımız müşahede yaklaşıyordu. Hazırgı çıkıp gelgen şu neticelerini Allah razı olsun. Hakikaten küçapla Japonya'da olsun, vatanda olsun, meyli Pakistan'da olsun, meyli Türkiye'de olsun. Allah bunun keyinki işleri daha asallık versin inşallah. Ahırda hakikaten bir değerli şekilde bir yaşlarımızga sözü bulundular. Sizlerden Allah razı olsun. Yaşlarımızın kelmiş kitabını cık okup verişini ümit kılman. Onda olsa bugün programımız müşahede bulundu. Ustazım Allah razı olsun. Bir şeyler ustazın özden hayat doğruluk söhbetleşip kıldık. Hakikaten cık neticeden kolga keltiripti. Ahırda muş kitap okuş doğrusudan ait mühim gaplarni qilib berdi. Hatta özümüzün Uyghur tilini saqlash to'g'risida mühim gaplarni qilib berdi. Mujahidlarimizniki. Ustazın degan gaplarni o'rindashini hem bizim şu onun ichida hem bundan keyin bizim keyin avlodlarimizga hem mesela Türkiye'de Uygurlar jiq bo'lganlar uchun mesela kurslar Uygur kichik bolalarning kurslari ichildi. Ama başka devletler yaşayotgan Uygur mesela soni az bo'lgan yerlardagi mesela bolalar u yerda maktab kurs açay desak kurs ochgandek Uygur yok. Ata-onasi kutish kerak. Shu ata-onasi qancha kuchsizman maktab bora bo'lgandan keyin
Uyg'ur tili bundan keyingi susishmangish mumkin. Inshaalloh chet ellik qarindoshlarimizniki Uyg'ur tiliga kuchishini umid qilaman. Unda bo'lsa, bugungi programmamiz mushacha bo'ladi. Ikkinchi qism program ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.